hurmatli mehmonlar, qimmatli qadri baland bolajonlar. Bugun bizning bog'chamizda katta tantana. Bizning navbatdagi 25 nafar qaldirg'ochlarimizni maktab ostonasiga kuzatmoqdamiz. Yuzlaring yal-yal yonib, oldimlaysan mardona. Bir qo'lingda sumka bor, birida guldasta. Oylar o'tar, yillar o'tar, bir kun sen ulg'ayasan. Seni kutar koinot, kutadi qahramon el. Marhamat, qaldirg'ochlarimizni davraga taklif qilamiz. alaykum qanqani marhamat, sizlarni ham bir eslab kelganingiz uchun ming rahmat. Nima uchun bugun biz qo'noq bayram qilamiz? Chunki tez kunlarda biz maktabga boramiz.
bugun hamma shod bo'lam. Dadam, oyim ham opam tabriklashib kelishdi. Ham xola, amma xolalarim ham. bolajonlar, maktabga ham qadam qo'yib bordi. Shunaqa vaqt tez o'tdiki, yaqinda sizlar kichkinagina bolajon edingiz. Endi esa qaranglarchi, katta bola bo'lib, maktab ostonasiga qadam qo'ymoqdasizlar. Bog'chada sizlar sanashni, o'qishni, yozishni, hattoki she'rlar aytishni,
ertaklar so'zlab berishni o'rgandinglar. Asosiysi esa harflar o'rgandinglar. Bugun sizlarni maktabga kuzatishdan oldin bilimlaringizni sinab ko'raman. Maktabga borganda sizlar yana ham ko'proq ilmlarga o'rganasizlar. Hozir men sizlarni maktab sari sizlar maktabga borishga taklif qilamiz. Maktab sari yo'l olamiz. Marhamat qilib bolajonlarimiz, qizlarimizni poyezd vagonlariga olib chiqishlarini taklif qilaman. Marhamat. O'g'illarimiz, qizlarimizni Poyezga chiqib ali, bilim tamoyil oli. Oldinda kutar maktab, boqsamiz ortda xona. Diqqat. Poyezdimiz o'yinchoqlar bekatiga yaqinlashmoqda. Yo'qlashib bog'chadan ketamiz bilan chalajon qiladi. O'yinchoqlar xush qoling. Salom aziz maktabga, shoshilyapman bag'riga, quyosh tarafdan. Rahmat bolajonlar. Poyezd vagonlariga chiqib olishingizni so'rayman. Biz maktab sari olayotgan yo'limizda davom etamiz. Keyingi bekat sozandalar bekati. Diqqat. Poyezdimiz sozandalar bekatiga yetib keldi. Sozandalar var bizde. Kuyucamlar bizimde çalgı işletmezde. Kuyuyalatilar qog'ozda. Hammamiz diqqatimizni o'zimizga qaratamiz. Biz sozandalar bekatiga kelganmiz.
O'quv yil davomida o'rgangan musiqiy notalarimizni kuylab beramiz. Sizlar qo'llarimizga qog'oz joyiga qo'yamiz. O'g'il bolalar. Rahmat bolajonlar. Yana yo'lga chiqamiz, manzilga biz yetamiz. Keyingi bekat orzular bekati. Qani marhamat qilib poyezdimizga chiqib olamiz. Bolajonlarimizdan orzularini so'ramiz. Yil davomida o'qishgan, o'rgangan sahna ko'rinishlarini hozir o'zligi ishtirokida ko'ramiz. Bolalarimizning orzusi. Poyezdimiz orzular bekatiga yetib keldi. Yurtimlarnaqi uchun orzuyim katta olim bo'lib dunyoni lolaylayman albatta. Hozircha qaldirg'ochlarimiz tomonidan kichkina sahna ko'rinishi. Dangasaning orzusi. Kim yotibdi yotoqda, uyqusirab gapiryapti. Orzuyim faqat uxlash. Kechgacha yotsam deyman. Aslo o'qimay yursam deyman. Uyg'onna beragina. Meni shirin toygina. Qani tezroq tura qol. Sog'lom bo'lishi uchun doim badan tarbiya qilgin. Darhol o'rningdan turgin. Yuz qo'lingni yuvgin. Jonga deydi hammasi. Buncha bizam taqdir. Hamma qiynaydi meni. Voy maktabga shoshilish kerak. O'qib yozishni bilish uchun, ilm va ta'lim olish uchun. Menga kerak faqat yotog'im. O'qishni xohlamayman. Uxlasam deyman doim. Bu dil mening orzuyim. Men seni o'zim yo'ldiraman, o'zim kiyintirib, papkangni tayyorlab beraman. Maktabga ham olib borib qo'yaman. Do'stlarim kutmoqda.
Voy. Endi nima qilamiz? Nima desak ham yoqmaydi. Endi o'qimay qolib, yurar bekorchi bo'lib. Adolatsiz bu hayot. Mayli tulaman. Faqat boshqani olmay, asablarimga tegmay. Voy nima bu yostiqdan ola olmayapman. Kim yordam berar bizga? Tez yordamni tez chaqir. Tez yordamga qo'ng'iroq qil. Tezlarni beragina. Men doim joningdaman. Yaxshiyamki faqat senga yostiq yopishib qoldi. Alo, doktor. Mening bolajonimga, shirin erkatoyimga, boshiga yopishib qolgan. Nima qilaylik axir? Adres 499-Humo bog'chasining 5-guruh. Hayron qolmadim ko'rib. Tashxisim juda yomon. Uning nomi yalqov dangasalik. Qattiq yopishgan yostiq. Uni kesib olish kerak, bolta bilan uzish kerak. Yo'q, bunga yo'l qo'ymayman. Dars bo'ladi nabirangizga dangasalik qilganiga. Men holim qolmadi, balkim bordir boshqa yo'li. Bor bir yo'li xolos, yalqovlikni chetga surib o'qisin, maktabga borsin. Keyin bo'lar mo'jiza, yostiq o'zi ko'chada shunda. Bo'ldi demak, men harakat qilaman. O'zim kiyinaman, o'zim darslarni qilaman. Onalarimni yig'ishtirib, qadam tarbiya qilaman. Bolajonlar, ko'rdingizmi, dangasalik qanday oqibatlarga olib keladi? Shu uchun maktabda o'qiganimizda dangasalik qilmay, o'z vaqtida darslarimizni tayyorlab, ustozimizni hurmat qilgan holda sizlarni o'qishinglarni so'rab qolaman. Yo'lda davom etamiz. Keyingi bekat ustozlar bekati. Marhamat, poyezd vagonlarida chiqib olishingizni so'rayman. Diqqat. Poyezdimiz ustozlar bekatiga yetib keldi.
Joyimizda turib olamiz. Joyimizda turib olamiz. Hozir yil davomida ingliz tili fanidan o'rganganlarimizni birga mehmonlarimizga ijro qilib beramiz. Three, four, five. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. How many fingers on two hands? How many fingers on two hands? How many fingers on two hands? Let's all count together. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Clap, clap, clap your hands. Clap, clap, clap your hands. Clap, clap, clap your hands. Clap your hands with me. Let's count our toes. How many toes on one foot? How many toes on one foot? How many toes on one foot? Let's all count together. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. How many toes on 2 feet? How many toes on 2 feet? How many toes on 2 feet? Let's all count together. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Stomp, stomp, stomp your feet. Stomp, stomp, stomp your feet. Stomp, stomp, stomp your feet. Stomp your feet with me. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rahmat, bolajonlar. Endi poyezd va qo'llarga chiqib olamiz. Keyingi bekat minnatdorlik bekati. Diqqat, diqqat. Poyezdimiz minnatdorlik bekatiga yetib keldi. Bolajonlarimiz 3 yoshdan to 7 yoshgacha shu bog'chaga qadam qo'yishgan ekan. Shu yerni asoschilari, shu yerni nima desam ekan, tinim bilmay ishlaydigan xodimlarimizga kichkina tabrik, minnatdorchilik sifatida bolajonlarni she'rlab kelishgan.
Bularni oxirgi nima desam ekan, bog'chaligi, bugungi kunligi. Marhamat, bolajonlarimiz tomonidan minnatdorchilik she'ri. Yahyo. Qovurish va qaynatish, sirlardan xabardor, tamom sizish, bezatish, cho'ttiman juda dastyor, chuchoram mantimi, pirog yo'q qovoq somsa, mazali shirin ta'mli, oq bugun zapikanka, taom tayyorlash uchun kun bo'yi harakatda, oshpaz sarflar bor uchun, bizlar uchun albatta. Nasiba opa. Kelin. Bilamiz. Nasib. Mayli, endi bu nasib opasiga olib kelib beramiz. Nasib opaga berib qo'yamiz, ular berib qo'yishadi. Rahmat, bir yetkazib qo'yamiz. Abu Bakr. Qishning sovuq kunida, yozning issiq tig'ida, voy jonim opamiz bu darmon dog'istagi, oq qalbidagi kiyma, qo'g'ida vitamini, kokteyl ichamiz suvi, yoqlar bizni hamshiga, bizni opa. Yetkazib bergan, yetkazib berasizlar. Oh qanchalar qayg'uli, tug'ishni aytolmasam, xunuk hatto kulgili, arrani alla desam, nutqimiz qilib go'zal, logopedim majlislar, ravon qilib tilimiz, nurga cho'llar yo'limiz. Bitti opa. Elisa topamiz, mayli ketgan. Qo'shiqlarni o'rgatgan, musiqa chalib doim bizlarni ko'p xursand etgan, rahmat musiqa opam, Odina opam. Sog'lik va qomat uchun oyoq va qo'lning kuchi. Mustahkamlar albatta jismoniy mashg'ulotda. Sog'lig'imiz juda zo'r, kuchimizni sinab ko'r. Badan tarbiya qilib, boramiz kuchga to'lib. Turli mashqlar o'rgatar, musobaqa o'tkazar. Sog'lig'imiz jismoniy yo'riqchisi Dildora opa. Aziza baqalaringiz Qancha xalqlar kechgacha mehnat qilib tolmaydi. Mehri bizga o'zgacha, tozalikdan qolmaydi. Bizga ovqat tashiydi, idishlarimiz yuvar, o'rnimiz tekislar, polivar changni olar, artob toza yartirar. Bu balkomaysiz sira, qo'ynahoy o'ng qo'li bor, qanday ilgilar kanalini boradi. Sarif dadil bog'chalar, bag'li diling ochilar. Sog' bo'ling doim omon, rahmat yagul chaman opa. Qachon va qayerda qaysi darsni o'tishni, dunyo sirlarini bilib, aql chiniqtirishni usluvchi bog'cha opa rejalashtirib bardam taqsimlaydi yumushni, faoliyat o'qishni.
shu tomonga borib ber. Onam ketadi ishga, dadam ketadi ishga. Bizlarga kim qaraydi? Kim sochimiz talaydi? Yedirib ovqatimiz, yudirib yuz qo'limiz. Kim bizga alla aytar? Ertak aytib ovutar. Misolni o'rgatar kim? She'rimiz yodlatar kim? Kim bizga do'stigona? Tarbiyachim yagona. Nigora rahmat. Endi poyezdga chiqib olamiz. Maktabga ketayotganimizda kelinglar sizlar bilan bir harakatli o'yin o'ynab yo'lda davom etamiz. Quvnoq xalqachalar o'yinini o'ynab ketamizmi? Poyezdda o'tirib zerikdingizmi? Harakatli o'yin o'ynaymizmi? Tayyormizmi? Diqqat, diqqat. Poyezdimiz Quvnoq o'yinlar bekatiga yetib keldi. Bolajonlar, shartga o'rgataman, hammamiz chiqishimiz kerak. Biz son sanoqlarni bilamiz, to'g'rimi? O'yinimizning sharti shundaki, Quvnoq xalqacha deb ataladi. Qizlar ichkarida, bolalar tashqarida xalqa bo'lib olamiz. Qizlar ichkarida, bolalar tashqarida doira bo'lib olamiz. Bir-birimizdan ushamagan holda, qizlar bir-birimizdan ushamagan holda. Men necha sonni ko'rsatsam, o'sha son bo'lib turib olishimiz kerak. Qaysi xalqada bitta son yoki ikkita son ko'p yoki kam bo'lsa, o'yinni tark etadi. Kelishdinglar? 1, 2, 3 o'yinni boshladik. Yugurdik bolam. Saniyamiz bitta o'yinchi ham qo'shilsa, doira darbimiz bir-birimizdan. Men boshladim sanashni. 1, 2, 3, to'g'ri. Ismoil nima bo'ldi? Soqolib ketdingmi? Mayli. Ismoilga bitta imkon beramiz. Ismoil qo'shamiz, chunki Ismoil bilan mana to'xtanglar. Mana kelinglar, yana bitta komanda bo'lar ekan. Mana Sliman. 2, 3. Hammamiz 4 tadan bo'lamiz, barakalla. Ketdik, o'yinni davom ettiramiz. Saniyamiz ortiqcha bo'lsa chiqamiz va 7 sonini hosil qilamiz. O'g'il bola bilan kursiylar ham bo'ladi, qizlar. O'g'il bola bilan qani kim bitta doira qani. Saniyamizda keyingisi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 to'g'ri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O'yin ishtirokchilarimizdan 4 kishi olib o'rtaga borib o'yinimiz qayshisi. Mana 7 ta qilinglar, mana 7 ta bo'lasizlar. Mana 7 ta, 7 chiqmabsizlar yana o'rtaga. Mana 7 ta, yana o'yin davom ettiramiz.
O'g'il bola, qiz bola tursa ham bo'ladi. Nechi soni bu? Mana 8 xalta chiqaramiz. Ma o'zim saniyman. Nechta bo'lmaymiz? 8 sonini hozir keladi. 8 sonini. Qiz bola bilan mana shu komanda chiqdik, joyimiz bo'lib olamiz, poyezd vagonlariga. Bu o'yinimizni to'xtatamiz shu qahvorda. Qizlar komandasi yo'q, sizlar emas, bular ketganmi? O'yinni tarbiya etganlarga aytganman. Sizlar joyingizga, sizlar joyingizga, sal oxirgi o'yinimiz 6tadan bo'lib olamiz. Bir-birimizdan yutarmiz, hurmat qilamiz. Zulfiya, bir-birimizdan hurmat qilamiz. Bilol, joyimiz. 6. Xo'p, mayli. O'yinimizni durang bilan tugayla qolsin, bolajonlarimiz hali ham bir-biri bilan olishib qolishib, kim qolishini o'zligi bilishmayapti. Chunki o'rtoqlarimiz juda ahil, inoq bo'lgani uchun hech kimni chiqarib olishga ham qolishmayapti. Bu sonni davom ettirib boramizdan bo'lsa, tushunishga maqsadlarga qo'shiladi. Rahmat bolajonlar. O'yin vagonlariga chiqib olamiz. Ishtirokchilar uchun rahmat. Diqqat. Keyingi bekat tinchlik bekati. Poyezdimiz tinchlik bekatiga yetib keldi. Tinchlik istar butun olam, tinch yasashni sevar odam, barcha illa do'st qadrdon, do'stlik uyi O'zbekiston. Biz tinchlikda kuylaymiz shod, tinchlik bilan ellar obod. Doim tinch bo'lsin jahon, tinchlik bo'lsa yurt farovon. Do'stlik, tinchlik ziyolimiz, tinchlik ila diyorimiz.
bolajonlar, so'nggi bekat maktabga ham yo'l oldik va maktabga biz yetib keldik. Marhamat, vagonlarimizga chiqib olamiz. Oxirgi bekat bu maktab. Endi maktab bilan tanishamiz. Voy chiqib olamiz. Salom maktab, jon maktab, bilimlar ko'kam maktab, aql odat tarbiya. Yurguvchi maqom maktab. Xuddi bayramda bizga nur sochar quyosh hammaga biz bugun xursandmiz barchamiz biz yurib maktabga shoshamiz Marina yana bilib olamiz yaxshi o'qishga biz tayyormiz Birga uch
bolajonlarimiz bilan maktabga ham yetib keldik. Rahmat bolajonlar. Bolajonlarimiz bilan oxirgi xayrlashuvni o'tqiz bolamiz. Bolajonlar shunda turamiz. Qolgan o'tirgan ishtirokchilar ham davraga chiqishlarini so'raymiz. Qiz bola o'g'il bola bo'lib turibdi. Men o'rtaga turaman. Qiz bola o'g'il bola kelib, qizlar siyohlarga oladi, o'g'il bolalar oq rangda. Bolalarimizga bu surpriz. Bolalar tushunishmayapti, nima bo'layotganini. Chunki bu narsani bolaga ko'rsatmaganman. Sir bo'lmaydi. Bizani bolajonlarimiz bilan bugun oxirgi kunimiz yig'ilish yo'q. Siyoh rang qizlarga, oq rang o'g'il bolalarga. Qizlar ichkarida qoladi, o'g'il bola tashqariga tortiladi. Tortiymiz, qattiq tortiymiz, tortilmaydi. Ichidan ushlaymiz, tortiymiz, hech kim tortilmaydi. Mana qarang. Mana o'g'il bolalarga oq. Bilal sende var mı? Maktabga borganida 499 Humo bog'chaning aqlli, odobli, bilimli, chanqoq bolalar bo'lishingiz. 4-sinfda xayrul kechasi sizlarni baland minbarda ko'rishimni tilab qolaman. Hammanglarga oq yo'l tilayman. Assalomu alaykum, hurmatli ota-onalar. Go'zal, aqlli, chiroyli bitiruvchilar va bizani komanda. Hammanglar xush kelibsizlar. Hammanglarni tabriklayman bugungi bayram bilan. Bolajonlarimizga uzoq umr, baxt, saodat, chiroyli hayot, ilm yo'lidagi yo'llari har doim porloq bo'lsin. Umrlari uzoq bo'lsin, yaxshi mutaxassislar bo'lib yetishsin. Nima orzu qilgan bo'lsanglar shu bolalarning orqasidan hammasiga bekamol ko'z berishinglar. Bu bolajonlarimizni shunaqa bo'lib yetishishida har bir pedagogni, har bir jamoani kichkina bo'lsa ham hissasi bor. Hammanglarga, jamoamizga yana kuch-quvvat, muborak rahmatimni sizga ham kelgusidan kuch-quvvat, nafratlarni sonini ko'p qilib, chiroyli qilib, jamiyatga yaxshi kadrlar yetishtirishni
Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bugun bolajonlarimiz maktabga yo'llanma olishadi, ya'ni diplom olishadi. Qani hozir ko'ramiz. Hamma bolalarimiz shu diplomga loyiq bo'ldimi, yo'qmi? Qani bolajonlarimiz. Baxtiyorov Bilol. Bahromov Muhammad Ali. Turg'unov Abu Bakr. Qo'llab-quvvatlab turamiz, onajonlar. Muhammad Yusuf.
Maryam. Omar va Soliha. Mahmud va Mubina. Akbar va Rayyona. Urfi va Aziza. Ahmad va Aisha. Yusuf va Farzana. Imanuddin Muslima. Aktif Zarazjan. Amilaga katta rahmat. Majlis uchun ota-onalar Amilani yana bir bor o'qib bayramimiz bilan tabriklayman. Rahmat, sog' bo'linglar. Joyni ko'tarib olamiz. Joyni Bolajonlar, hammanglar bayraminglar bilan chin qalbimdan tabriklayman. Doim sizlarni hammanglarni umringlarni uzoq qilsin. Kelajakda yurtimizga, ota-onalarimizga rahmat eshittiradigan katta farzandlar bo'linglar, katta insonlar bo'linglar. Maktablarga borib a'lo baholarga o'qinglar. Hammamizga faqatgina rahmat eshittiradigan bolalardan bo'linglar. Hurmatli ustozlar, hurmatli ota-onalarimizga ham ustozlar kollektivi sizlarga katta rahmat. Hammanglarni ham mehnatingiz juda ham og'ir bilaman. Hammaga birdek qarash, hamma bilan birdek yashash oson emas. Mashaqqatli mehnatinglarni Allohim xolis haqiqatan mukofotlasin. Ularga ham rahmatimizni yetkazib qo'yamiz. Sudda shularga shuncha bosh bo'lib yurgan Ziloyimxonni ham ular uzoq bo'lsin. Ularga ham rahmatlarimizni yetkazib qo'yamiz. Shuncha ular ketdi yugurdilar. Birgalashib hamma ishlarni birgalashib qildinglar. Rahmat. Sizga ham Nigora katta rahmat. Mayli bular hadiyapamda bo'lishdi. Ular ham umrlari uzoq bo'lsin. Bu yoqda Mahliyo ham birga bo'ldilar. Ular farzandlarga yaxshi ona bo'lib, eson-omon katta qilsinlar. Hammanglarning ishinglarga omad, joninglar sog' bo'lsin. Sizlarga ham ota-onalar shuncha aktiv ishlaydilar. Ayniqsa mana aktivistlar aytdilar. Xudo xohlasa maktabda ham birga bo'layotgan ekanmiz. 24-7 ish. Ha, xuddi shunaqa. Ishlarda charchamanglar. Farzandni orqasidan yugurish shunaqa bo'ladi. Oxirida rohatlarni ko'rib yuringlar, birgalikda bo'linglar. Bunda qancha jip ishlasak, bolalar ham shuncha jip ishlatadi. Xudo xohlasa, bog'chani unutmaslikka, doim eslatib turishga hammamiz harakat qilamiz. Bu narsa umuman esdan chiqmaydigan vaqtlar. Xo'p, sizga alohida rahmat Gulshanvoy. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Yaxshi kunlarda ko'rishib yuringlar. Bular ketsa o'rniga keladigan yanasi bor.
Ha, yaxshi. Sizlarni tamom bo'lgan Nigora alohida rahmat, tantosh sog' bo'lsin. Ketib qolmaymiz, rasmga tushamiz bolajon, hamma Salomat bo'ling. Doim aytishgadasiz. Yig'lanmayman. Rasmga tushasiz.